Sizlar bilan sun'iy intellektlar, bepul rasm yaratish va bepul video yaratish darsligini bugun ko'rib chiqamiz. Undan oldin videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingizlarni, bundan tashqari YouTube emas, Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz juda ham ajoyib bo'lgan bo'lardi. Telegram kanalimiz YouTube kanalimizning bio qismida yoki shunchaki Telegram ulug'bi parda 1 deb yozsanglar chiqib keladi. Xo'p, sirazi endi maqsadga o'tadigan bo'lsak, mana xo'p, bizada hozircha 4 ta sun'iy intellekt bepul rasm generatsiya qiladigan saytlar bor. Birinchisi Wire bilan tanishib chiqsak, xo'p, Wiredan birinchi o'chiratda ro'yxatdan o'tamiz. Ro'yxat juda oddiy va bu yerda pricing, ya'ni to'lovlar. Ko'ryapsizlar, bu yerda free, ya'ni free planda, bepul planda $0 oyga va siz bepul production foydalanish imkoniyati, rasmlar free, bepul va unlimited. Unlimitedning o'zbekcha tarjimasi xohlagancha foydalanish degani. No watermark, ya'ni ular watermark degani bu misol uchun VO dan foydalanayotgan paytingiz burchakda VO3 deb turadi. Ya'ni u o'zining kompaniyasini shunaqa reklamasi turgan bo'ladi. Lekin bunda watermark, ya'ni o'sha reklama ham bo'lmaydi. VO endi foydalana olmaysizlar. Pro va Max models degan modellardan foydalana olmaysizlar. High speed, ya'ni tezlikdan foydalana olmaysizlar. Best resolutiondan esa foydalana olmaysizlar. No edits, ya'ni reklamalar chiqishi mumkin. Va best resolution, ya'ni yaxshiroq kачественный rasmlar degani. Xo'p, bu sayt hatto o'zim ham ishlatib ko'rmaganman. Shunchaki internetdan bepul va nima desa bo'ladi, xohlagancha rasm tayyorlaydigan saytlarni izlab, oxiri mana shularni topganman. Xo'p, bo'lmasam bir foydalanib ko'ramiz, ozroq tanishamiz. Bu yerda text to image, ya'ni tekst yozasiz, sizga rasmni yaratib beradi. Text to video, ya'ni image, rasm qo'yasiz va rasmda animatsiya ko'rinishiga olib kelib beradi. Flux content, bu yerda mana bunaqa rasm desa, mana bunaqa anime stil qilib beradi, ya'ni multfilm stil qilib beradi. Xo'p, bu yerda ham yana mana bunaqa narsalar bor ekan. Bu image to image, rasmga qarab rasm yaratadi. Describer qanaqadir prompt rasm yaratadi va background remover, ya'ni orqa fon kesib berar ekan. Xo'p, mayli, text to image ga o'tib olamiz. Generated image from text, ya'ni rasm yaratamiz text orqali. Xo'p, bizga hozir text kerak, ya'ni rasm yaratmoqchimiz. Misol uchun, tog'da turgan qanaqa ay haqida qilmoqchiman. Shuning uchun hozir ChatGPTdan kirib olamiz, chunki prompt tuzib olishimiz uchun bizga sun'iy intellekt baribir kerak. O'zimizning ideya, g'oyalarimizni olib chiqib, bunga hozir tushuntirsa, bizni chiroyli chiqarib beradi. Xo'p, tabiat manzarasi deymiz. Tabiat manzarasi va ayiq turgan rasm promptini tuzib bering. İngilizcha deymiz. Ba'zida o'zbekcha tuzib beryapti, shunga inglizcha deb yozdim. Va mana bizga promptni tuzib berdi. Endi bu promptni misol o'zimiz yozmoqchi bo'lsak ham ingliz tilini yaxshi bilishimiz kerak. Ham o'zimizda kreativligimiz, ya'ni kreativ yondashishimiz kerak. Chiroyli manzaralar yaratishimiz uchun baribir. Xo'p, bo'lmasa biz saytga o'tib olamiz va bu yerda rasm o'sha biz olgan hozirgi tekstimizni kopirovat qilib olib, mana Wire saytiga tashlaymiz mana. Xo'p, ana endi bu yerda mana bu tugmachani menimcha bossak, bizga yanada resolutionni chiroyliroq, yaxshiroq va qaytadan ko'rib chiroyliroq yaratadi. Lekin bizga bu kerak emas albatta. Biz shunchaki oddiyroq tashlaymiz. Ko'ryapsizlar, bu yerda Pro model va Max model albatta premium ekan, ya'ni $9 va bu arzon, lekin ancha arzon. Xo'p, collision modelga bosib, generationni bosamiz. Xo'p, qancha vaqt yaratar ekan? Hozir mana sizlar bilan video uzilmaydi yoki kesib montaj qilinmaydi, promo yuklanadi. Shunga ko'ramiz, qancha vaqtda montaj qilib berar ekan. Menimcha hozir vaqt qo'yadigan birorta narsa ham yo'q, adashmasam. Mayli, kutamiz. Qani qancha vaqtda qilib beradi? Taxminan hozir taxmin aytamiz. Mayt yozib qo'yibdi, unlimited free, ya'ni bepul va xohlagancha yaratish imkoniyatiga ega. Rasm yaraldi. Xo'p, rasmni tekshiradigan bo'lsak, rasmni sketchat qilib olamiz va katta oyada ocha olamiz. Xo'p, rasmni tekshiradigan bo'lsak, rasmda loyihalanish deydi inglizchalab. Loyihalanish bor ekan, ya'ni mana bunaqa joylarda loyihalangan, ozroq vijir-vijirlik bor. Bepul birovlar, bepul yarata olyapmiz. Xo'p,
Nu bo'ladi, men ko'nglimdagidek bo'ldi. Shu tog' manzarali va ayiq bo'lishi kerak edi albatta va men ko'nglimdagidek rasmni topa oldim. Xo'p, oxirgi format 16 ga 9 deylik. Taxminan 30 sekundlarda yaratdi. Yaxshi. Hozir bu rasmni ko'ramiz. Bu yerda ham demoqchimanki, format 16 ga 9, ya'ni YouTube'da video ko'rasizlar-ku. Ana shunaqa resolutionni berdim bularga. Hozir ko'ramiz qanaqa beradi bizga. Hozir bunga ham taxminan qancha vaqt ketganligini kuzatamiz. Bu ham shu 30 soniya olsa kerak menimcha. How to use Weir text to image generator. Hide collation image from TextWeir, the AI text to image generator. Follow these simple steps to create something visual from your description. Ya'ni bu yerda qanaqa описание, qanaqa qilish, nima qilish, ular shunaqa. Yuklab olish image'lari hatto tushuntirgan. Xo'p, bular ham menimcha shu AI da bo'lsa kerak. Ya'ni mana more AI tools, ya'ni bu boshqa AI foydalanuvchi uchun har xil qurilmalar, ya'ni foydalanuvchi AI text to image generator. Rasm va rasm generatsiyasi. Bu yerda successful process image shu 30 soniya 40 soniya atrofida ketarkan. Image to video generatsiyalar, realistic headshot, ya'ni mayda bunaqa anime portrait generatsiya, ya'ni anime stildagi portret generatsiyasi. Xo'p, bu yerda 16:9 format qilmadi, bilmadim bu necha format. Balkim bu yerda format tanlaydigan joyi ham yo'q ekan. Bizga mana shunaqa 512x bu profil uchun bo'ladi, taxminim adashmasam. Shunaqa formatda yasadi. Bu yerda ayiq tikka turgan holda shu manzarani bizga yaratib berdi. Undan keyingi rasmingizni hech qayerda kutubxonalarda qolmaydi. Ya'ni rasm yaratganingizda keyingi rasmingizni balkim siz uchun yoqqandir, uni ko'rishingiz uchun. Xo'p, mayli, bizga text to image shart ko'rdik. Ana endi image to video. All right, mans. Okay, biz hozir image da yuklaymiz. O'sha bizda bor image-da. Xo'p, image da yukladik va bu yerda tushunishim bo'yicha kameraning promptda ChatGPT ga so'raymiz. Ya'ni demoqchiki, bu yoqqa prompt yozamiz va bu yerga o'sha kameraning promptini yozishimiz kerak. Ya'ni kamera qanaqa joylashgan bo'lishi kerak, o'shani menimcha yozishimiz kerak. Xo'p, mayli, biz kameraga qanaqa joylashgan yozmasdan sirazi endi shuni animatsiya promptini ham tuzib bering. Xo'p, biz endi animatsiya promptini olamiz. ChatGPT bor, nima ham bor. Shu bizga animatsiya promptini hozir o'zi tuzib beradi. Qiynalib o'tirmaysiz. O'zi AI chiqqandan beri shunaqa oddiy bo'lib qolgan. Shunchaki olib, shunchaki maytga tayyorlaymiz. Tajadik. Xo'p, bunga ham ko'ramiz qancha vaqt oladi. Shunaqa. File uploaded successfully, checking status. Kutishimiz kerak. Qaranglar do'stlar, sizlarga loyihalanish haqida ozroq ma'lumot berib ketsam, e'tibor beringlar. Bu yerda mana bu rasmni animatsiya qilib ko'rsatilgan va mashinaning ko'rinishiga, orqa fonning g'irraligiga va ba'zi bir detallarning kamchiligiga mana e'tibor bering, balonni mana yerda nima bo'layotganligiga. Bular loyihalanish deyiladi. Ya'ni musurlar. Bu yerda shunaqa AI ning agar free versiyalarini topsangiz, albatta mana shunaqa loyihalanish, qanaqadir kayfiyatni tushishi degan narsalar albatta bo'ladi. Baribir bepulligiga boradi va pulli versiyalarda albatta siz bunaqa loyihalanishlarni ko'rmaysiz, chunki ularda kuchli AI promptlar, AI искусственныйlar yaxshi ishlaydi. Okey do'stlar, ko'ryapsizlar animatsiyani vashi musor chiqarib tashladi. Bu nima bo'ldi? Hozir mana bu introni ham hatto o'zi tayyorlab berdi. Yoki qanaqadir ochilmay qoldi-da, chunki mana bu yerga borib tepaga ko'tarilgan. Kuzatamiz. What the fuck is this browser? Ya'ni what the heck? Bu nima edi bu? Atay bizga tekinlik uchun mana shunday holatlar bo'lyapti. Bu yerda balkim mayda qanaqadir promptda xatolik ketgan bo'lishi ham mumkin. Mayli, chidaymiz. Xo'p, keyingilariga qarasak, bu yerda bu flux content tushunarli bo'ldi-yo, menimcha mana bunaqa rasmda bunaqa ko'rinish qilib beradi. Xo'p, rasmni mana boshqacharoq versiya qilib beradi. Biz esa Meta AI ga o'tamiz. Agarda bu sun'iy intellektlarning havolalari sizga kerak bo'lgan bo'lsa, albatta Telegram kanalimda bo'ladi. Xo'p, bu nimalar qiladi? Xo'p, bu yerda ham ko'plab loyihalanishlarni ko'ryapman. E'tibor bering, personajning tana tuzilishlariga salgina g'ijirlik bor.
Shunaqa narsalar xullas. Nima bo'ladi? Hindistonliklar ko'p ishlatadimi deyman. Hind. Xo'p, xullas kalom. Xo'p, bu yerda ham bir nima yaratib ko'rishga harakat qilamiz. Sozdать video основной мой foto, ya'ni foto orqali, okey, mana bu fotoni tashlaymiz va boyagi promptni beramiz. Ya'ni o'sha promptni yana qaytadan tashlab ko'ramiz. Bu Meta AI. Meta AI menimcha Facebook tomonidan yaratilgan, chunki Meta Facebook, Instagramga tegishli bo'lgan katta kompaniya. Generatsiya qilishni boshladi. Wow, generatsiya tez bo'ladimi deyman bunda. Ya'ni bilmadim, birdaniga 4 tadan qildi, qani ko'ramizda hozir rasm yaratib qo'yishi ham mumkin, adashmasam. Chunki hozir biz video qildikmi, no video qildikmi bilmadim. Video adashmasam video hali atvet qilmaymiz. Qanaqa video chiqarib berar ekan. Xo'p. Okey, video ustiga bosdim. Wow, ajoyib, yaxshi. Loyihalanish bor, loyihalanish kuchli emas. Mana sizlarga ko'rsataman loyihalanishni, mana bu narsa. Bunaqa ko'tarib ko'rsatmoqchi edim. Mana bu narsalar, mana ko'ryapsizmi? Aytmay o'tni ko'rinishiga yetib bo'ldi. Ko'ryapsizmi? Mana o'tlarga. No, yaxshi, malatsi. Meta AI, yaxshi. Xo'p, keyingisimiz Grok. Grok xuddi ChatGPTga o'xshaydi. Bu ham shunaqa narsalar yaratadi. Xo'p, image bo'limiga o'tib ko'ramiz, qanaqa rasmlar yaratmoqda, videolar. Yaxshi. Mana bu vashshe realizm chiqdi. Haqiqatmi deb ko'rasiz. Xo'p, yana qanaqa narsalar bor bu yerda? Bunaqa yana Titanic menib chiqib ketyapti. Xo'p. Anime. Mabla va realizm. Qizning yuzini ko'ryapsan. Bola bijir. Bitta loyihalanish. Wow, mana bu zo'r. Okey, biz ham bitta rasm yaratib ko'raylik. Xo'p, rasm yarataylik. Yana rasm uchun prompt bering. Bunda xo'p, misol uchun biror okey, biz prompt berdik. Tanasi ayiq va yapon qizi ishtirok etgan rasm namunasi. Okey, bizga mana yaratib beryapti. Hozir prompt olib bir sinab ko'ramiz. Okey, kopirovat qildim va Grokka tashlayman. Xo'p. Okey. Xo'p, bu yerdan hozir buni promptini kopirovat qilaman. Xo'p. Bu yerdan tashlab oldim va maytda menimcha hozir biza hozir izobrazeniyaga bosamiz. Rasm yaratish uchun kerak bo'ladi. Video kerak emas. Hozir izobrazeniyadan foydalanamiz. Keyin video qilib ko'ramiz. Okey. Bosdim. Birdaniga necha yerda bu? 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 tami? Xo'p, kutamiz. Okey man. Wow, vashshe konkret yaratilgan. Rasmlar ideal yaratildi. Qoyil qolish kerak. Meni shunga sразу video yaratdimi bu demak. Vashshe konkret agar videoni sразу yaratayotgan bo'lsa, bu sun'iy intellekt. Ajoyib, zo'r, lekin dahshat yaratdi. Konkretni yaratdi. Oho, tabiat manzaralari konkret yaratdi. Qoyil qolish kerak. Sразу videosini ham yaratib beryapti. Qarang, videosini bitta ko'raylik. Videomiz qancha qilar ekan? Kutamiz. Kutiryapti. Bu yaratib ketyapti-yu. Free mi? Unlimited mi o'zi bu? Daman. Loyihalanish kam. Qiz yuziga e'tibor ayiq bilan. Loyihalanish kam. Vashshe konkret, dahshat, zo'r. Wow, mana bu undan ham zo'r chiqardi. Xo'p. Ko'ryapsizlar Grokning kuchini. Grok ham yaxshi sun'iy intellektlardan biri, image ham, videolar ham sразу yaratyapti. Juda ajoyib.
Xo'p, undan keyingisi Queen. Queendan ham foydalanib ko'ramiz. Hozircha bizda Queenning har xil modellari bor. Ro'yxatga o'tganim yo'q. Xo'p. Bu yerda pastda mana sizlar uchun tayyor shablonlar bor. Misol uchun generatsiya изображения, ya'ni rasm yaratmoqchi bo'lsangiz, shunchaki shuning ustiga bitta bosamiz. Xo'p, ana endi bizga prompt kerak va biz o'sha boyagi rasmning promptini tashlaymiz. Вставить va strelkaga bosamiz. Qani ko'ramiz. Lekin Grok hozircha yutyapti, chunki u tezroq va ko'proq vaqt ichida, tez vaqt ichida bizga rasmni yaratib berdi. Endi Queenni ko'ramiz. Queen 3 Max versiyasi. What the heck is this? Bu yerda nimalar ko'rinyapti? Xo'p, loyihalanish kam, juda kam. Oldindagi mana bu rasmlar ham juda ajoyib ko'rinyapti. Mana yerda qanaqadir yapon uslubida yozilgan qanaqadir tekst bor. Bu meniki promptga kiritmaganman. Balkim ChatGPT shunaqa tuzdi yoki Queenning o'zida bo'ldi. Atrofning muhitlar zo'r, lekin Yaponiya ham beryapti, Yaponiya. Xo'p, undan keyin yana bir tuzdirib ko'ramiz. Yana ber deymiz, yana ber. Xo'p, yana bitta rasm yaratib bersinchi, qani uni ham bir tashab ko'ramiz. No, o'shani mana buni qaytadan bir tashab ko'rsak bo'lardi, lekin mayli, yangi prompt olib, buni ham yangi prompt sanab ko'ramiz. Xo'p, animatsiyasini ham sirasi tashab beryapti. Tashlaymiz, davay. Endi buni ko'ramiz. Lekin juda tez yaratdi. Bu o'sha Grokka qaraganda tezroq yaratyapti. Queen. Xo'p, kutamiz. Qanaqadir ishlovlar beryapti. Bu lekin sal kuttirdimi deyman. Men bu lekin unga qaraganda nisbatan tezroq chiqdi. Xuddi shu narsani yaratib berdi. Qoyil qolish kerak. Bitta o'zgargan narsa bu yerda. Qizning ko'ylagi faqat bu yoqda ko'k, bunda esa pushti rang bo'ldi. Qizil pushti rang bo'ldi. Xo'p, animatsiyasi bormi deydiganlar bo'lsa, menimcha animatsiya yo'q. Animatsiyasiz. Faqat Queenning faqat rasm generatsiyasi bor. Adashmasam, yana ham bilsangiz kommentariyada qoldiring. Xo'p, undan keyingisi bizada hech qaysi sayt qolmadi. Menimcha Metani ko'rdik, Grokni ko'rdik va Queenni ko'rdik. Kommentariyada qaysi biri zo'r va yaxshiroq ishlashini yozib qoldirsangiz ham bo'ladi. Va ushbu saytlarning havolasini men Telegram kanalimizda topamiz. Telegram kanalimiz aytib o'tganimda shu ulug'bek parda bir desalar chiqib keladi. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, foydali yangilik va ma'lumotlar mana shu YouTube kanal, Telegram kanalimizda tashlab borilyapti.